Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Oyoq, qo'llarda, bo'g'imlarda zirqirov og'riqlar bor va yuzaki nerv shamollashlari bor. Mana oddiygina davosi do'stlar, hamma bilgan Kovul. Mana birodarlar, o'sha hammamiz bilgan Kovul. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana urug'chilar bu yulingan edi. Mana. Guli esa mana bu holatda. Ko'p joylarda bu, hamma viloyatimizda mavjud do'stlar. Buni og'riq nuqtalariga ana shuni ezasiz, ha? Shunday kompress qiling, shunaqa qizdiradi, yini shunaqa qizdiradi. Buni oyoqdagi shporalarda ishlatsa bo'ladi. Shporada kompress qilib qo'ysa va undan tashqari bel, bo'g'imlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar kompress qiling. Xohlasangiz qishga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, do'stlar, 200-300 grammini 1 litr yog'ga, zaytun yog'mi, bodom yog'mi, oq yog'mi, paxta yog' farqi yo'q. Xohlasangiz spirtga aralashtirib olib qo'ying birodarlar buni. Tushunyapsizmi? Aralashtirib olib qo'ying. Bundan yutqazmaysiz. Qarabsizki, spazmolitik xususiyatga ega, hattoki o'pka shamolashlarida kompress qilsangiz, surtsangiz bo'ladi buni nastoyini. Juda ham bir zo'r xususiyatga ega birodarlar, mana ona tabiat bizlarga shuni yetishtirib beradi. Faqat qadriga yetishimiz kerak. Foydalaning, yutqazadigan narsangiz, yo'qotadigan joyingiz yo'q. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz xayr. Asossi o'zi asrang va videorolikka like ni bosib, repost qilib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling.